O'rtoqlar, qo'lingizga telefonni olinglar, kamerasini yoqinglar. Mana shundoq qulog'inglarni rasmga tushiringlar. Ha, quloq ichini aynan rasmga tushirib turinglar. Men ungacha sizlarga bitta narsa haqida gapirib beraman. Demak, aksariyat ayollarimizda mana shu 12-13 yillik tajribamda kuzatamanki, quloq ichida mana shu holatlar kuzatiladi. Siz ham rasmingizga qarang endi. Shu holatlar bor bo'lsa, men bugun sizga buni yechimini beraman. Birinchidan bu albatta fiziologik holat, organizmni ichki har xil kasalliklari yoki qanaqadir gormonal buzilishlar yoki o'sha sebovыделение, ya'ni yog' ajralishini aktivligidan, kuchliligidan bu narsalar quloqda paydo bo'ladi. Lekin nimagadir hech kim bunga e'tibor bermaydi. Buni esa sizni yoningizda turgan, sizni suhbatdoshingiz juda ham yaxshi ko'rishi mumkin. Siz ko'rmaysiz, lekin suhbatdoshingiz yaxshigina ko'rib, bundan albatta ko'ngli aynishi mumkin. Xafa bo'lmanglar o'rtoqlar. Yuzingizni yuvasiz, har xil umumvalkalar, enzimlar qilasiz, lekin qulog'ingizga e'tibor bermaysiz. Nima qilish kerak? Zo'r yechimi. Har xil quloq ko'laydigan cho'plar bilan quloqlarni ko'lamaymiz. Bu zararli o'rtoqlar, mumkin emas. Kosmetologlar ham quloq ichini har xil temir ложкаlar bilan tozalashi mumkin emas. Esingizda tutinglar. Tozalashadi, lekin mumkin emas. Ko'p holatlarda quloq pardasi yirtib yuborilgan. Mana shu ложкаlar bilan tozalash oqibatida. Shuning uchun kosmetologlarda quloq tozalatish mumkin emas. Qo'l bilan tozalash iloji yo'q. В любом случае, ложка bilan tozalash kerak. Bu esa zararli. Demak, kichkinagina idish olamiz. Yuz yuvadigan o'zingizda bor, yuz yuvadigan umumvalkangizdan ozgina solasiz. Sizga enzim kerak bo'ladi. Enzimli pudra bori o'zingizda. Bizdan sotib oling. Mana shu zo'ri demayman o'rtoqlar. Faqat sizlarga men retsept beraman. Aralashtirasizlar. Va sizlarga eng kerakli narsa sterilni mana shunaqa bint. Qo'limizga buni yaxshilab o'rab olamiz. Va mana bu narsani aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirdik. Ikkinchi quloqimizga ham qolishi kerak. Mana hamma yog'ini qilamiz. Ho'l bo'lib suv oqib yotish kerak emas, quloqning ichiga ko'pirib bu suv bo'lib kirib ketish kerak emas. Demak, mana shu bilan quloq ichini yaxshilab yuvamiz. Ichkarisini emas o'rtoqlar. Aynan mana shu joylarini, periponka, ko'rinib turadigan joylarini yaxshilab artamiz. Bosproq artinglar, o'sha cho'rni tochkalar ichidan ozgina chiqishi boshlaydi enzim bilan umumvalkani hisobiga. 1 daqiqaga uzog'i qo'yinglar. Surib yaxshilab 1 daqiqaga uzog'i qo'yinglar va yana yengi bint bilan bu bintni ho'llab turib yaxshilab artib olamiz. To'ldirib suvga yuvmaymiz, chunki ko'pirib ketadi ichkari o'rtoqlar. Artib olamiz, yaxshilab qo'llab bintni. Qarabsizlarki, qulog'inglar ham idealniy, top-toza, yuzinglarga o'xshab yaltirab turadi. Quloqqa ham e'tibor berishni unutmanglar o'rtoqlar. Sog' salomat bo'linglar.